vaqtida bayroq ajdodlarimiz uchun kuch-qudrat, g'alaba, ozodlik timsoli bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda kelib davlat bayrog'i biz uchun ham g'urur, ham faxr vazifasini o'tab kelmoqda. Sohibqiron Amir Temur saltanatida davlat va adolat buyuk qudrat ramzi bo'lgan. Jangda davlatdagi yuksak natijalarga erishgan bahodirlarga ushbu davlat va hadya etilgan. Bobomiz Najmiddin Kubro yov qo'lida shahid bo'lsa-da, changalida mahkam tutgan yalovni hech kim ololmagan. Bugun jahonning yuksak minbarlarida, dunyo sahnasida, olimpiyalarda g'oliblikni qo'lga kiritib kelayotgan sportchilarimiz, tobora ulkan kuch-qudrat va salohiyat kasb etayotgan harbiylarimiz qo'lida sarbaland bo'lgan bayrog'imiz har birimizga yuksak g'urur, faxr va iftixor bag'ishlaydi. Bayroq xalqimizning o'tmishi va bugungi mustaqilligi, tinchligi va barqarorligining timsolidir. Moviy rang tiriklik, yashash imkoni, beg'ubor osmon va halollik ramzi. Agarki bilsangiz shu rangda edi, Timur davlatining bayrog'i rangi. Oq rangda aks etgan poklik va soflik, orzu va xayollar charog'onligi, tinchlikdek muqaddas Qirg'onimiz u O'zbekistondek yurtning farovonligi. Yashil imkoniyat, yashashdir. Yashillik yarashar go'zal dostonga, navqiron, umidli, shodumon yoshlar timsoli ko'klar O'zbekistonga. Qizil chiziqlarda aks etgan hayot, yashab oqayotgan hayotdek qudrat, tiriklik nishoni olmos orzular, barpo etilajak buyuk davlatlar. Qalbda vatan mehri, qo'llarda bayroq. Ulug' rejalarga boshlaydi mayoq. Kelajagi buyuk O'zbekistonning buguni umidli, ertasi porloq. Uni tavof aylab ko'zlaringda sur, o'zga nasibasi bizga begona. Tanho ona diyor, tanho ona yurt, yuragim yagona, vatan yagona. Dunyoda millatlar va elatlar, xalqlar va davlat ko'p, lekin O'zbekiston bitta. Ana shu bayroq ostida yurtboshimiz rahmonligida xalqimiz uchun hech kimdan kam bo'lmagan hayot barpo etish yo'lida ezgu maqsadlar sari olg'a boraveramiz.